5 milyar 880. Buni qurish uchun yana 5 milyard kerak. 4 milyon plus 1 milyar nima? Kecha aytganim. 5 milyard pul kerak. Bu kishida hozir qancha pulingiz bor? Mana boshqa gap yo'q. Hozir men sizlarni eshitishim, bu yerga sizlar vaziyatni to'g'ri baholanglar. Biz nima qilmoqchimiz? Agar sizlar rozi bo'lsangiz, xohlasangizlar, sud orqali bu kishi bilan shartnoma bilan qo'yib, yaxshi advokat sudlashamiz. Xohlasangizlar, agar hamma rozi bo'lsa, o'zi beri renomat rozi bo'linglar, u yerda biza chunki bino ham qurilishda qurilish normalariga rioya qilinmasdan qurilgan. U buziladi ertaga. Uni buzish keragi tekisda biza ruxsat beramiz. Xohlagan madaniy meros bilan kelishib, xohlagan obyekt qurishga, dom quradimi yangi odam, boshqa qiladimi, qimmat narxga sottirib, sizlarning pullaringizni to'lab turishgan. Sizlar keyin boshqa joydan uy-joy olasizlar. Ikkita yo'l bor. Yo unga ko'rishga. Byudjetdan bularni puli uchun mablag' ajratilmaydi. Homiy ham yo'q uni qilish. Men sizlarni chaqirishim, sizlar shu vaziyatni aniq bilinglar. Nima bo'lib, umidvor bo'lib yurmanglar bu odamga.